İkinci bab. 2 gündün keyin Galiliya ülkəsinin Kana yesida bir toy bo'ldi. Hazreti Aysoning onasi Maryam u yerda edi. Hazreti Ayso va uning shogirdlari to'yga taklif qilingan edi. To'yda sharob tugab qolganda Maryam Hazreti Aysoga ularning sharoblari tugab qopti dedi. Ana, meni aralashtirmasangiz, mening vaqtim texi kamidi, dedi Hazreti Ayso. Onasi chakarlarga, u sizlarga nima qil desa, shuni qilinglar, dedi. U uyda Yahudiylarning tozalanish dini qoidasini ado qilish uchun ishlatiladigan, har biriga 8-9 chelakdan suv sig'adigan 6 tosh ko'p qo'yilgan edi. Hazreti Ayso chakarlarga, küplərə su tolduringlar, dedi. Ular küplərni ağzıgıcı tolduruşdu. Ondan Hazreti Ayso ularga yana, "Əmdi buningdan bir chini elib, ziyofat boshqurg'uchiga beringlar", dedi. Ular bajo keltirishdi. Ziyofat boshqurg'uchi sudan o'zgargan sharobni tetib ko'rib, uning qayerdan keltirilganligini bilmadi. Ammo buni su to'shg'anlar bilishadi. Shuning bilan ziyofat boshqurg'uchi kuyovini chaqirib uningga, "Bu sharob bak yaxshi ekan. Boshqa sohibxonalar yaxshi sharobni to'yning beshida quyidi. Mehmonlar xeyli qong'uchi ichgandan keyin nochirini quyidi. Ajab, sen eng yaxshi sharobni mushu chaqqicha saqlabsan", dedi. Bu Hazreti Aysoning dastlabki mo'jizasi bo'lib, Galiliyaning Kana yesida ko'rsatilgan edi. Buning bilan Hazreti Ayso o'zining ulug'lig'ini ayon qildi. Uning shogirdlari uni Xudoning avatganligiga ishondi. Bu ishdan keyin Hazreti Ayso onasi, inlari va shogirdlari bilan Kapernaum shahriga berib, u yerda bir necha kun turdi. Yahudiylarning o'tib ketish heytiga oz qolganda Hazreti Ayso Yerusalimga bordi. U markaziy ibodatxona hovlilarida qurbonlik uchun ishlatilgan kala, qo'y va kaptar sotquchilarni ham u yerda o'ltirib pul tekshirgan kishilarni ko'rib qoldi va tonidan qamchi yasab, ularning hammasini qo'y qollari bilan qo'shib ibodatxonadan haydab chiqardi. Pul tekshirganlarning shiralarini o'rib, pullarni chechivetdi va kaptar sotquchilarga, "Narsalaringni bu pok yerdan ko'tirish, Xudo otamning uyini bozorga aylantirishma", dedi. Buni ko'rgan shogirdlari Zaburda yozilgan bu so'zni esiga elishdi. "Ey Xudo, sening uying uchun ko'rsatgan qizg'in muhabbatim xuddi ko'yayotgan o'tning o'zidir." Yahudiy oqsoqollari Hazreti Aysoga, "Bunda qilishqa nima huquqing bor? Seni Xudo avatgan bo'lsa, buni isbotlash uchun bizga bir karomat ko'rsatib boqmamsan, qani?" deb savol qo'ydi. Hazreti Ayso mundaq javob berdi: "Sizlarga ko'rsatilgan karomatim shuki, bu ibodatxonani vayron qilsanglar, 3 kun ichida uni yengivashdan yasab chiqaman." Yahudiylar Hazreti Aysoning javobini tushunmay, "Bu ibodatxonaning yasalishi uchun hozirgacha 46 yil ketgan tursa, sen buni qandoq sizga 3 kunda yasab chiqa olaysan?" deb uni masxir qilishdi. Holbuki Hazreti Ayso aytgan ibodatxona uning o'z teni edi. Shunga Hazreti Ayso o'lib, 3-kuni tirilgandan keyin shogirdlari uning bu so'zini esiga oldi va muqaddas yozmalarda qutqizg'uchining tirilishi haqida yozilgan so'zlar hamda Hazreti Ayso aytgan so'zlarning tegiga yetib, e'tiqodi texmi kuchaydi. O'tib ketish heyti jarayonida Hazreti Aysoning Yerusalimda ko'rsatgan karomat va mo'jizani ko'rgan nurg'un kishilar uningga e'tiqod qilishdi. Lekin Hazreti Ayso butkul insonlarning qalbini bilgachga ularga ishonmaydi. İnson tabiati haqida hech kimning uningga bir narsa deb berishining
hojati yo'q edi. Chunki u o'zi kishilarning ko'nglida nima bor ekanligini biladi.